Bu dunyodagi eng tez avtomobil Bugatti Chiron Super Sport 300 rasmiy tezlik rekordi 19-yilda Germaniyadagi Ehralesen poligonida 490.484 km/soat tezlikka erishib, birinchi bo'lib dunyo rekordini buzgan superkar bo'ladi. Dvigateli 8 litr quad turbo V16 1600 ta ot kuchini ishlab chiqaradi. Tezlanishi 0 dan 100 gacha 2.4 sekund degan. Maxsus dizayn aerodinamikani yaxshilash uchun kuzovni uzun ishlab chiqarilgan. Karbon spoiler va maxsus Michelin shinalar o'rnatilgan. Narxi taxminan hozirgi kunda 3.9 million dollarni tashkil qiladi. Lekin faqat 30 tagina ishlab chiqarilgan. Michelin shinalari bu mashina uchun maxsus NASA laboratoriyasidan sinovdan o'tkaziladi. Bugatti Chiron Super Sport 300 ning kuzovi to'liq karbon tog'lasi bilan qilingan. Juda yengil va mustahkam. Tezlik sinovi shu darajada xavfli ediki, buni faqat bir donagina odam amalga oshirgan. Bu ham Andy Walsh bajargan. U Le Mansning g'olibi bo'lgan. Nega 490 km/soat to'xtashdi? Agar mashina maksimal tezlikda yuradigan bo'lsa, shinalar 15 daqiqada portlab ketadi. Siz yana qanday tez yuradigan avtomobilni bilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.